Bizlar ancha vaqtdan keyin, ancha yillardan keyin Uzarena loyihasi qaytdi. Avid.uzda mana Chelsea fan klubini ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'ylaymanki, PSG bilan ответный o'yinga ko'pchiliklashib kelib, jamoalarni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Xo'sh, o'yin 0-1 minimal hisobda mag'lubiyatga uchradi Chelsea. Kayfiyatlar qanaqa? Mana Instagramda ko'rayotgan bo'lsangiz, rossiyalik bola chiqarsalar-yu. Mana yutqizdi. Qap bo'lishi-yu. O'ylanib qoldik. Hayot davom etadi. Hayot davom etyapti. Shu mana shunaqa yig'ilishlarimizga sababchi bo'lgan Uzarenani tashkil qilgan Azizbekga ham rahmat. O'sha paytlar katta ekranlarda mazax ko'rardik. Barabarlarni olib borib ko'rardik. Manchester United bilan eslayman, juda zo'r bo'lgandi. Aql-shaqirlar bilan. Manchester Uniteddan ham 150 ta, Chelseadan ham 150 ta. Sharkalar bilan. Yonma-yon o'tirganmiz, hech qanaqa urush janjal ham bo'lmagan. Chiroyli muxlislik qilgandik. Rahmat avvalambor kattakon shu narsani tashkillashtirib, mana shu bizani yig'ib turganinglarga. Xudo xolisa hamma narsa bizga yoqdi. PSG bilan o'yinga ham kelishga xudo xolisa harakat qilamiz. Chelsea fan klubi bilan birga. Bu komandamizga ishonamiz. Xudo xolisa comeback qilishiga. Uzarenani qayta boshlaganingizga sizga rahmat. Qachondir o'sha boshida boshlanganda hammamiz yig'gan, shu hammamizni birlashtirgan, shu ko'katga yetgandek xotirgacha salom alik qilib, aktiv bo'lib qolgan sababchilardan bittasi shu Uzarena. Rahmat. Shu loyihani boshladinglar. Biz Chelseaga har doim ishonamiz. Mag'lubiyat bo'ladimi, g'alaba bo'ladimi, baribir kelajakda yaxshi futbol jamoa qurilgan holatda yana hamma mana Chelsea'ni muxlislari bilan yig'ilib, xudo xolisi shu o'yinlarda birga qo'llab-quvvatlaymiz. Loyihasini tashkilotchilariga rahmat demoqchimiz. Bizga yangi qo'shilgan shu fanatlarimiz. Xudo xolisa dальнейшем yana uzoq kelamiz va Chelsea komandasini qo'llab-quvvatlaymiz. Har bitta mag'lubiyat keyingi g'alabani bosqichi ham bo'ladi, yurishi va PSJni chiqarib yuborib, shu xudo xolisa bir to'rga o'tiladi bu yog'iga. Hurmat Rasul, fikrlaringiz bugungi o'yin haqida? Jamoa bilan birgalikda futbol tomosha qildik. Bu kelgusida yana jamoa ko'pchilik bo'lib, mazza qilib Chelsea o'yinini tomosha qilib, Xudo xolisa yutamiz. Bundan keyingi o'yinlarda Come on! Chelsea! Azizlar, Amin.uzda Uzarena bilan qolinglar. Kelasi o'yinlarda, kelasi podkastlarda umuman ko'rishguncha sog' bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Rahmat. Chelsea, 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 Chelsea.